Qadrli talabalar, bugungi mavzumuz bolalar psixologiyasi fanining predmeti. Rejalarimiz bolalar psixologiyasi fanining predmeti, maqsadi, vazifalari. Ikkinchi rejamiz bolalar psixologiyasi fanining asosiy kategoriyalari. Bolalar psixologiyasi muhim fanlardan biri bo'lib, u 19-asrning ikkinchi yarmida umumiy psixologiyadan mustaqil fan sifatida ajralib chiqqan. Bolalar psixologiyasi bolalarni o'rganuvchi fandir. Biroq bolalarni faqatgina bolalar psixologiyasi emas, balki boshqa fanlar ham o'rganadi. Bolalar psixologiyasi bolalarni maxsus tarzda psixologik jihatdan o'rganadi. Bolalar psixologiyasi fanining predmeti, vazifalari. Bolalar rivojlanishining turli tomonlari har xil fanlar, anatomiya, fiziologiya, oliy nerv faoliyati fiziologiyasi va boshqalar o'rganiladi. Tug'ilgandan yetuklik davrigacha bola psixik taraqqiyotini o'rganish esa psixologik bilimlarning maxsus sohasi bolalar psixologiyasining zimmasidadir. Chunki bolalar psixologiyasi bola psixik taraqqiyotining qonuniyatlari, rivojlanishining turli bosqichlarida bola psixikasiga xos xususiyatlar haqidagi fandir. Elkonin yozgandek, bola jamiyat a'zosi va shaxs sifatida shakllanib borar ekan, uning psixikasi rivojlanib, olamni aks ettirish qobiliyati go'daklikdan yetuklik davrigacha murakkablashib va takomillashib boradi. Ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari uning qonuniyatlarini bolalar psixologiyasi tadqiq etadi. Abu Quva ta'kidlagandek, bolalar psixologiyasi fanining predmeti tarixan o'zgarib borgan. Bugungi kunda bolalar psixologiyasi fanining predmeti ontogenezdagi psixik taraqqiyotning umumiy qonuniyatlarini, yosh davrlarni bir yosh davrdan boshqasiga o'tish sabablarini aniqlashdan iborat. Bolalar psixologiyasi predmetining muhim tomonlaridan biri turli yoshdagi bolalarda sezgi, idrok, diqqat, xotira, nutq, tafakkur, xayol, hissiyot va idrok kabi psixik jarayonlar va holatlarning namoyon bo'lishi, taraqqiy etishi hamda takomillashuvining qonuniyatlarini o'rganishdan iboratdir. Bolalar psixologiyasi bola shaxsiy psixologik xususiyatlarining tarkib topishi va bola shaxsining tarkib topishiga faol ta'sir qiluvchi omillarni chuqur analiz qiladi. Ma'lumki, bola shaxsi va uning shaxsiy psixologik xususiyatlari qandaydir tasodifiy omillarning tartibsiz ta'sir etishi natijasida emas, balki muayyan konkret omillarning qonuniy ta'sir etish natijasida tarkib topadi. Ana shu muhim qonuniy tarzda ta'sir qiladigan omillarni o'sish va isbotlash bilan bolalar psixologiyasi shug'ullanadi. Barkamol shaxsni tarbiyalashda bolaning dunyoga kelganidan boshlab to voyaga yetgunga qadar bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarni bilish tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Aynan nima uchun tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar uchun? Chunki tarbiyachilar bola tarbiyasi bilan shug'ullanganda har bir bolaga tegishli bo'lgan individual psixologik xususiyatlarni, ularda kechayotgan har bir yosh davrda kechadigan psixik holatlar va psixik jarayonni yaxshi bilsagina bolalarga to'g'ri tarbiya ishlarini ta'sir o'tkaza oladi. Pedagoglar bolani o'qitganda, unga bilim berganda ham bolani psixologik xususiyatidan kelib chiqib ularga bilim beradi. Chunki ba'zi bir bolalar injiq, ba'zilari agressiv, ba'zilari esa mug'ombir, sodda, har xil bolalar bo'ladi. Shular kameraga qarab gaplashsam bo'ladi ekan. Bashimdan shundan aytaman. Barkamol shaxsni tarbiyalashda bolaning dunyoga kelgandan boshlab to voyaga yetgunga qadar bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarni bilish tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Nima uchun aynan tarbiyachilar, pedagoglar, ota-onalar? Chunki tarbiyachilar bola tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Bog'chaga kelgan kundan boshlab to maktabga chiqquncha bola bilan shug'ullangandan keyin ularning har bir bolaga individual yondashishi. Buning uchun har bir bolaning individual psixologik xususiyatidan kelib chiqib tarbiyaviy ishlarni olib borish kerak. Har xil holatdagi bolalar bo'ladi. Ba'zilari mug'ombir, ba'zilari ayyor, ba'zilari samimiy, ba'zilari sodda, yuvosh bolalar, ularga qarab muomalada bo'lish. Pedagoglar bolalarga ta'lim berganda ham ularning har bir individual xususiyatini hisobga olib ularga ta'lim bersagina qilgan ishi samarali kechadi. Ota-onalar endi bola tug'ilgandan to umrining oxirigacha bolalarga ta'sir o'tkazib boradi. Ularning har birining o'ziga yarasha xususiyatlarini bilib ularga muomalada bo'ladi. Chunki har bir bola har xil. Bir ota-onada 3 ta farzand bo'lsa, 3 farzandining xarakteri har xil. Har birining xarakteridan kelib chiqib ularga individual yondashadi. Ekang bunday, sen nimaga unaqasan, sen nimaga bunaqasan demasdan ularni boricha qabul qilib, ularga to'g'ri tarbiya va ta'sir ko'rsata olsagina shu bola yaxshi bir komil inson bo'lib yetishib borishi mumkin. Agar pediatr bolalarning jismoniy salomatligi bilan shug'ullansa, bolalar psixologi bola psixikasining qanchalik to'g'ri rivojlanayotgani,
va faoliyat ko'rsatayotganini bordi bu sohada kamchilik bo'lsa, uni nimaning hisobiga kompensatsiyalash mumkinligini o'rganadi. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy e'tibori tug'ilgandan yetuklik davrigacha inson psixikasi va ongining qanday rivojlanishiga qaratilgan. Bolalar psixologiyasi fanining asosiy kategoriyalari, ya'ni tushunchalar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: yosh, bolalik, taraqqiyot, o'sish, determinizm, heteroxronlik, tizimlilik. Bolalik antagonizmning dastlabki davrlarini belgilash uchun qo'llanadigan tushuncha. Yosh davrlarining an'anaviy tasnifiga ko'ra, bolalik yoshlik davri chaqaloqlik, go'daklik, ilk bolalik, maktabgacha, kichik maktab yosh davrlarga bo'linadi. Chaqaloqlik davri bu tug'ilgandan 1 oylikgacha bo'lgan davr. Go'daklik davri esa 1 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan davr. Ilk bolalik davri esa 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr. Maktabgacha yosh esa 3 yoshdan 6-7 yoshgacha bo'lgan davr. Kichik maktab yoshi esa 6-7 yoshdan 10-11 yoshgacha bo'lgan davrlarni o'z ichiga oladi. Taraqqiyot nima? Taraqqiyot narsa yoki hodisalarning vaqt o'tishi bilan miqdor va sifat jihatdan o'zgarish natijasida yuqori darajaga ko'tarilishi. Psixik taraqqiyot esa tug'ilgandan bola yosh davrlari o'tishi bilan psixik faoliyatning takomillashishidir. Psixik taraqqiyot bolaning insoniyat tarixi davomida to'plagan bilim va tajribalarni o'zlashtirish hamda shaxs sifatida shakllanib borish jarayonidan iboratdir. Yosh individ psixik taraqqiyotining aniq vaqt chegarasiga ega bo'lgan bosqichi. Psixik taraqqiyotning har bir bosqichida individda muayyan fiziologik va psixologik o'zgarishlar kuzatiladi. Odatda psixologiyada xronologik va psixologik yosh ajratiladi. Xronologik yosh inson tug'ilgandan boshlab necha yoshga yashaganini ifodalaydi. Psixologik yosh esa inson psixik rivojlanish darajasini aks ettirib, ko'pincha aqliy yosh deb ataladi. Aqliy yosh turli yoshda odamlar uchun mo'ljallangan maxsus test topshiriqlari orqali aniqlanadi. Bu esa IQ testi deb nomlanadi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz shu ma'lumotlardan iborat edi. Qolgan ma'lumotlarni keyingi darslarda, ya'ni seminar, amaliy mashg'ulotlarda ham to'ldirib tanishib o'tishimiz mumkin bo'ladi.